Assalomu alaykum Bahromjon, mashinani ko'rgani keldim. Mashina 2023-yil 9-oy 16660 probeg. 16700 bo'ladi. Inchon yetib borishi bilan birga mashinani fonda ko'rib chiqdim. Inshaalloh mashina yaxshi, hech qanaqa aybi yo'q. Kraskalarni ham hozir bir qator videodan ko'rsataman. Faqat mana oldida bamperini mashina qirib olgan ekan, kraska qilgan ekan. Hatto qolgan joylarda fonda ko'rib chiqdim. Mana videodan ko'rsatib o'tamiz. Kraska umuman yo'q. Kraska bilasiz, chiqsa 100 dan baland chiqadi. Bongolarda. Eng nozik joylarni fonda video olishimdan oldin ham ko'rib chiqdim. Ha, 72 45 kapotlari, eshiklar bilasiz, mana ko'proq mana shu joylar uriladi. Mana beli ham toza ekan. Mana top-toza beli ham. Kraska yo'q. Bir qator ko'rdim, balonni holatlari yurgan probega aytadi, holatlari yaxshi. Mashinaning o'zini ham sassani zo'r, orqadagi bo'tkalar ham toza. Hop, zavodskoy xolodilnik bilasiz, zavodskoy xolodilnikda o'zi zavoddan mana yopishtirib beradi. Hop, ichki salonlar toza, eshik opshipkalar ham top-toza. 2023-9-oy, yurgan masofasi 16661. Hop, rollarni ham holati mana atan svetda yoqib olibdimi? Yaltirab, haligina kir bo'lib ketadi ko'p yurgan mashinalar, unaqa emas. Navigationlar bor. Qolgan opsionlar hamma narsasi bor. Xolodilnik yo'q qo'ydim. -20 gacha tushirgan xolodilniga. Avtomat korobka, ikkita pulti bor. Kulishlari bor ekan. Oldi opshipka, torpedalar ham toza, yaxshi. Orqa kameralar bor ekan. Orqada zadniga urganingizda hamma narsani ko'rsatib turar ekan, yaxshi. Undan tashqari pastki qismlariga o'tamiz. Mana nimalar ham joyida, zanglab chirib ketmagan. Orqa bo'lonlar ham xizmatda ancha yil qiladi, yangi ekan. Ko'p mana risollar bilan chirib ketardi, unaqa emas, holatlari yaxshi. Pastki qismlarimizni ham mana bir qator ko'ring. Uyaltirib qo'ymaydi. Mana boyagina yoqib qo'ygandim, mana ancha muzlatib tashlagan. -20. Yonda ham eshigi bor. Eshigi yaxshi, baqa ochiladigandan ekan, mana. Ikkita parrali. Holatlari yaxshi mashinani, inshaalloh. Fonda ko'rib chiqdik. Eng nozik joylari mana shu joylarni uradi bilasiz. Zo'r, hech qanaqa udara yo ishi yo'q ekan, uyaltirib qo'ymaydi. Oldi torpedalar. Mana kulishlar, kitobchalar, hamma narsasi bor ekan. Zavodskoy xolodilnik, sedan pultlari bor. Fonda hamma tomonni ko'rib chiqdim, eshiklargacha ko'rib chiqdim. Inshaalloh kraska, DTP'lari yo'q. Mana shu yer sal nima bo'pti, lekin bunaqa kraska emas, mana. Bu tomonda krillar. Video olishdan oldin ham fonda ko'rib chiqqanman. Batareykalari, orqa balonlar, pastki qismlar hammasi joyida. Orqadan ko'rinishlari. Bo'tkasi ham chiroyli, toza ekan.